yapmoqchi bo'lgan taomimiz g'o'ri cho'pi, ya'ni g'o'rida qilingan cho'p an'anaviy taomlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Buning ketadigan material eng burun bek pishib ketmagan, lekin bek mo'yliq g'o'ra altida bo'lmagan chala pishgan shunday g'o'ra, ya'ni o'rik. Shuningda muvofiq miqdorda. Undan keyin go'sht, zencevil, samsak, qizilmuch, ko'kmuch, g'o'l piyoz, sho'xla, kerepsha. Buning qo'rimsini qanday ko'ktatlarni yaxshi ko'rsanglar, shular bilan qo'rsanglar bo'ldi. Men bugun mush ko'ktatlarni tanladim. Undan boshqa buningki xemir uchun ketilgan materiallar muvofiq miqdorda un, chunki bu cho'pning xemirini azroq xemir yog'i saqlab bo'lib ketadi. Buningga shunday tetiqidek tuz solamiz, xonimlar. Tuz silib, shu muvofiq miqdordagi sovuq suyimiz bilan chang bo'shlig'ini lag'manning xemiridek bek bo'sh emas, bek chang emas holatdagi xemir yog'irib bo'ldi. Xonim qizlar, boyaqi unimizga azroq tuz silib oldik-ku, endi shu sovuq suyimiz bilan chang bo'shlig'ini men degandek changlikda xemir yog'irib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonim qizlar, xemirimizni yog'irib oldik, chang bo'shlig'i changroq xemir bo'ldi buniki. Buni endi qaltimizga ilib, tindirib qo'yib, bu orliqda ko'ktatlarimizni, go'shtlarimizni to'g'rab, qo'rib olsak bo'ldi. Xonim qizlar, qozonimizga muvofiq miqdorda may qo'yamiz, jiqaroq may qo'yamiz, mayliroq qo'rildi buning qo'rimisi. Anadan keyin go'shtimizni silib qo'raymiz. Bismillah. Xonim qizlar, mana go'shtimiz ravris qo'rilib suyib ketgandigina men zencevil bilan g'o'l piyozni silib oldim. Buni endi mana piyozimiz sarg'aygacha qo'rib olamiz. Mana xonimlar, g'o'l piyozimizmi qo'rildi, endi tuzni muvofiq silib, mana sho'xli bilan ozroq miqdorda chang'al lozi silib etdim. Endi bu sho'xlilarni qo'rilib bo'lgandan keyin kerepsha, ya'ni chinsayin solamiz, xonimlar. Bu pek oson pishadi. Xonim qizlar, boyash kerepshiniki tez pishirg'ayini saqam, kerepshining ko'ki, kerepshining ko'ki bilan birga qizilmuch, ko'kmuch, samsiqimizni solamiz. Silib bir ilashtirib bilan suv quysak bo'ldi. Mana xonim qizlar, qo'rimizni qo'rilib tayyor bo'ldi, endi suv quyamiz. Cho'pimiz odatda suvliroq bo'ldi, shuni xonimlar, siz suvliroq qilsak bo'ldi qo'rimizni. Bu qaynab chiqqandan keyin tuzini tetib olsak bo'ldi. Xonim qizlar, mana qo'rimizniki tuzini tetib tayyor bo'ldi. Bakki chiroyli qo'rim bo'ldi bu. Endi o'tni o'chirib, qozonga boshqadan suv quyib, suv qaynash jarayonida biz endi cho'pimizning xemirini yeyib olamiz. Odatda biz yoyimiz. Cho'pning xemirini yeyish usullarini men boshqa qarorlardagi taomlarda men xemir yeyish usulini ko'rsatib qo'ygan, shuning uchun u ko'rinishlarni ko'rsatmayman xonimlar. Xonim qizlar, qozonimizni qaynab tayyor bo'ldi. Qozonimizga birinchi bo'lib soladigan narsamiz g'o'rini silib pishirib olamiz, xonimlar. 1-2 minut qaynatgandan keyin bu g'o'ra qaynab pishadi o'jimon. Bu orliqda biz xemirlarimizni yeyib, mana kesib, musholatda keng-keng kesib oldik xonimlar. Pek nepiz yoyimiz buni, anadan keyin shu g'o'ra pishib olgandan keyin suzib olib, xemirimizni tatib so'zib turib, jitib turib, silib pishirib olamiz. Mana xonimlar, g'o'rimizni shunda chiroyli qaynab pishyapti-da. Bu chaq qozonga tuz qo'yishga bo'lmaydi-mi, xonimlar? G'o'rini pishirib bo'lgandan keyin suzib elib, qozonga tuz qo'yib, anadan keyin cho'pni solamiz. Xonim qizlar, mana g'o'rlarimizni pishib tayyor bo'lib qoldi. Endi cho'kida qissanglar, mana bunda iz chiqsa pishgan bo'ladi. Endi buni cho'yli bilan suzib elib, ozroq tuz tashlab, xemirimizni solamiz. Mana xonimlar, suzib elib oldik. Bu g'o'rimiz pishib hozir uruq bo'lib ketdi. Endi men qozonimiz qayindi. Qozonimizga bir balqoshqa atrofida tuz tashlab etib, men yeyib tayyor qilib olgan cho'pimizning xemirini mana bunday nepiziltib qo'limiz bilan tashlaymiz. Mana bunday holatda qog'ozdek nepiziltib, so'zab turib, buni shunchalik uzunlikda bo'lsa bo'ldi. Mana bunday nepizlaydi bu. Buni bunday holatda boshdan oyoq bunday nepiziltib turib, silib pishirib olamiz xonimlar. Mana xonimlar, endi cho'pimizni pishib tayyor bo'ldi. Shunchalik nepiz cho'pa qarsanglar. Buni endi cho'lda suzib olamiz, lekin sovuq suv chay qilmaymiz, chunki suzib endi leganlarimizga ilib olsak bo'ldi.
Hemen hanım kızlar şundaq mezlik bo'lgan g'o'ri cho'pimiz tayyor bo'ldi ya. Bek ranglik, bek chiroyli chiqdi xonimlar. Yeganlar keldimi? Bek peyz bo'lib ketdi bu tamqimiz. Qani cho'pga marhamat xonimlar. Buningda diqqat qiladigan masalalar. Men shunchalik tafsiliy so'zlagan bo'ldim xonimlar. Buldamsa Allohga omonat. Yana tushunmagan joylar bo'lsa choyxonada ko'rishimiz. Xo'sh.